Do'stlar, bu manzarani qaranglar. 2025-yil 15-sentyabr sanasida olayotgan videomiz. Stakanchi Krepson olmani serxosligini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Buni ko'pchilik biladi do'stlar. Buni faqat Baxmalda bo'ladi deb o'ylashlari ham mumkin. Kamerani baqib kelingda. Yo'q do'stlar, o'zimizni Farg'ona viloyati Quvasoyda bo'layotgan olmalarning holati bo'ladi mana. Buni yana ham tog' oldi joylariga ekadigan bo'lsanglar, bundan-da qizib chiroqli ranglarga kirib, qip-qizil bo'lib ketaveradi do'stlar. Qora qizil rangga kiradi. Mana yaxshilab ko'rsatib qo'ying tepalar. Daraxtning yoshi 10 yoshdan katta do'stlar mana. Do'stlar, hech qanaqa 26, 29 da bo'lmagan. Bu oddiy Silneros taylida bo'lgan olma. Silneros taylida eksalar ham shunaqa olaveradi. Buni ko'rsatishdan maqsad shuni do'stlar, ko'chatlarni ko'paytirib qo'ygan, shunaqa chiroyli bog'lar tashkil qilaman yurtdoshlarimiz bo'lsa, bemalol bog'lanishlari mumkin. Shunaqa yosh kaltaklardan olib turib do'stlar, ko'zlari solinib, avgust oyidan boshlab payvandlar bo'ladi, ko'chatlar ko'paytiriladi. Layklar bosib, mehnatlarga do'stlar qizartirib qo'yamiz. Obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan da qiziq videolarimiz hali oldinda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.